bo'lmasa sekin-astagina hop shvedskiy non va 4 makkajo'xori otilmaydi. Hop, okey. Pishloq, yana shvedskiy non, faqat bu safar pishloqli. Menimcha jam mazali yeb ko'ramiz. Keyinroq bodring kattagina ekan. Da strawberry, qulupnay, onion va yana bitta Bugatti. Pajutti yo'q. Vallahi xullas o'qilish g'alati ekan. Hammaga assalomu alaykum. Bolalar, men o'sha Felix qalaysizlar bolalar. Makkami yuribsizlar, mosiltirib, tushib qolsa yopishtirib. Okey bolalar. Короче, biz nima qilmoqchi edik bolalar? Ertaga biz butun boshli qishloqdagi yigitlar bilan oylik o'ygandan keyin aylanishga chiqmoqchi edik. O'zinglar bilasizlar, yozda aylanish mazza, chunki 43 gradus issiqda yashash bo'lmaydi. Shuning uchun ham bolalar tinchgina mazza qilib aylanib kelamiz, daryoda cho'milib. O'shaning uchun ham bolalar ovqatlarni siram jom qilish mana zimmamga tushdi. O'shanga hozir hammasini taxlab o'tirdim. Hammasidan 2-3-4 talab olish kerak. Bola bo'lmasa bizlarni ochofat. Endi bizlarnikilar kartoshka yorib endi sabzi nimaligini bilmasdan ketgan. Da to'g'ri. Okey. Archadan vaqtda bola bilsam bo'larmikin, xo'p. Ber, oylik olsin. Bo'tda bilsam bo'ladimi? Короче, biz ham yerdan oylik oshirish talab qilyapmiz. Oylik oshirish menimcha oylik normalniku. Nima oylik oshsin? Oylik normalniku. Bizga yetmayapti-da. O'zini ichib ko'rsan oyligin. Shu ikkisak ezvorot. Meniki 1.5 stak rozi, вообще men shukrxonman-ku, menga shundan yetib ketdi. Senga qanday 2 stak yetmasligi mumkin? O'zi kech oldingi oy iPhone olgandim o'sha pulimga. Endi bu oy kompyuter olmoqchiman. Bilasanmi, odamlar iPhone olish uchun yillab ishlaydi, yillab. San noshukr bandada baribir bolalar. Okey. Oylik olsin. Oylik oshirish. Bilmadim, meri omad tilayman bir bala qo'rlar o'zlari. Menimcha oylik normal bolalar. Ya'ni bilmadim, menimcha o'zlari meri bir bala qiladi, xullas, короче, Отлично, bolalar. Okey, hammasi o'tki. Bo'lmasa hammasi sog'olamiz hamma. Okey, shvedskiy nonni ham hammasini chotki bo'ldi. Endi esa bolalar bemalol kutish kerak, lekin bechora mer nishishtirga qarshi. Do'stlar, agar videomiz yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosib kanalga obuna qo'yinglar, chunki sizlarning bir dona bosgan obunalar menga juda ham katta yordam beradi. Takishda bolalar obuna bosamiz. 4 ta meshlarga qarshi bir o'zlari. Nimada og'ir bolalar, og'ir. Albatta bolalar obuna qo'yinglar, sababi men короче, agar bu kanal tezroq 1000 ta obuna chiqsa, mana shu kanalni konkursga yoki boshqa kanallardan bittasini konkursga qo'yaveraman bolalar. Konkurs shartlari juda ham oddiy. Mana shu kanalga obuna qo'yasizlar, bo'ldi, всё bolalar. Va albatta video oxirigacha ko'rib qo'yinglar. Chunki bolalar tezroq 1000 ta obuna chiqsak, bitta akkauntni sizlarga prosta konkurs qilib yuboramiz. Yuhu bolalar. Shunaqa. O'shaning uchun bolalar albatta obuna qo'yinglar. Albatta like ham bosib qo'yinglar, to'g'rimi? Tushunmadim, eshigim o'zim yopilib o'tdi desam, san ekansan-da, bora qolibotdan. Oylik oshiraman. Yuhu, yashasin. Yaxshi oylik oshdi. Yaramaslar, hozir gaplashamiz bilan. Ertaga ikkovlaring. As qoldi. Yuppi, xo'p, bitta nima bo'ldi? Hammasi o'tkimi? Da, kechga asha tayyormiz. Okey, boy ertalab berib qo'ygan sabzavot hamma narsam sanda-ya. Olib qo'yganman. Olib qo'ygan bo'lsa yaxshi. Aytgancha mer nima bo'ldi? Nima qildilar? Yodilarmi? Yo'q, oylik oshirdi. Oylik oshirildi. Qanchaga? Xo'p, 2 stak oladiganlar endi 3 stak oladi. Yo'q, men stop. Men 1.5 stak olsam, hozir nechta olaman? Sanmi? Paramcha 2.5 stak. 2.5 stak o'zi shon 1.5 stak menga вообще yetardi. Endi 2.5 stak вообще yetib ketadi shon. Yaxshi. Da to'g'ri, lekin merga mencha qiyin. Bizga farq yo'q, ketdikmi aylanishga? Okey, davay ketdik, hamma ishlar qani? O'shda yig'ilib turishibdi. Yig'ilib turishgan bo'lsa yaxshi. Okey, let's go. Come on, tezroq yur. Men tushunmadim nimaga qorog'i 5 soatga aylanish ketgandik, ammo bu devor what the это что за? Tushunmadim, jitalavatdan oboddi, kim biladi? Tushunmadim. Mer
Ha, nima bo'ldi? Boylar nimaga boy bo'lamiz? Ey, mer ishini oching. Kirish pulli. Kirish pulli nimaga? Oddiy va axir qishloq malika xohlaganimni qilaman. Endi mer insofdan emas-da bu. Oylik oshirsam insofdan emas вообще. Bir tomondan to'g'ri, sizlarga aytaverim oyligiga oshirtirmalaring deb. Endi nima bo'ladi? Bilmadik. Kirish necha pul ekan? 10 stak izimurod. 10 stak izimurod. Necha kishiga? Kishi boshiga. Kishi boshiga 10 stak. Masanga u 10 mere men kelib qolmam summani eshitib. Sal arzonlashtirib bering. Yo, xonasiga kir, xonasiga kirma. Qishloq malika. Demak shunaqa. Okey, endi nima qilamiz? Bilmayapmiz. Felix biz ham shuni. Sizlarga aytdim, tinchgina kechagina o'tirlaring, uylaringda jimgina o'tirib, bir yarim stak, 2 stak oylikka mazza qilib, masalan endi oshirib ana baloga qoldik endi. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? Nima qilsak bo'ladi? Felix, sen Ginisaga o'ylab topirma. Naqaddan bilay. Bo'lmasa, obunachilariga ayt, obuna bo'lib qo'yishsin. Navbatda obuna bo'lish burchim. Lekin bu albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Konkursda tezroq yutib chiqish olasizlar albatta bola, lekin birinchi aylanib chiqish kerak butun moshli qishloq atrofini, balki u bu joyi bordir, to'g'rimi? 100%, lekin вообще devoriy gap yo'q. Damoytga nima qilgan bolalar chuqurli, вообще yo'q va bolalar. Da chuqur kattagina ekan. Mayda teshiklar bor, lekin ularni sig'mayman men afsuski, chunki u Minecraft. Minecraftda yotib bo'lmaydi. Da bolalar. Hop, nima qilsam bo'ladi bolalar? Nima qilsam? Meni adminlarimda har xil narsalar bor. Stop, bolalar bilan nima qilsa bo'ladi? Yo'may bolalar, meni miyamga вообще geniy fikr keldi. Hop, bo'lmasa sekin ko'ramiz bo'ladi. Men ham qarayib boshqa. To'g'rimi 100%? Короче, nima qilasan? Felix sizlar o'z bitta sizlarga genialniy narsa ko'rsataman. Qanaqa edi bolalar? Ozgina eslab oling bolalar hozir. Eslab olay. Okay, let's go. Come on baby bolalar. Albatta like bosganlar obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Bunaqangi life hacklar uchun. 100%. Chotki. Mana atroflarini qilib chiqsak bo'ladi, chunki baribir botda TNT portlaydi, qiyin. What the bola mana atrof qo'yibman. Okey, bola to'g'rilab oldim, lekin qanday desanglar bu sir. Qanday to'g'rilab oldim? Sir. Takishda hop. Okey, bola menimcha ko'pchilik tushunadi nima qilmoqchi bo'lganimni. Buni tushunmaganlarga sabr tilab qolaman bolalar. Tushunish kerak edi, to'g'rimi 100%? Okey, bismillah. Va endi mana tugma va mana bu redstone. Okey. Bol aniq bombardiro krokodilo bo'ladi bu yerda. Okey, bosib qo'yamiz va endi hammasi ichiga bittadan yo'qsa birinchi davay suv qo'yib chiqamiz. Okey. Ana bo'lib qo'yil, 4 ta suv o'zi yetarli bo'ldi. Okey, endi bizga suv ortiqcha qilmaydi va TNT'lar qo'yib chiqamiz endi bolalar. Birma sekin hop o'tdan 3 ta, 9 ta, 12 ta ekan. Buni endi 12 ga bo'lishimiz kerak bolalar. Hop, 4 ta. Okey. Okey, nechta bo'ldi yana? 4 ta, 8 ta bo'ldi. 8 ta, 10 ta. Nima bo'ldi? Endi 12 ta bo'ldi. Ba'zilar ekan, ba'zilar ko'p. Yetaveradi bolalar. Okey. Endi bola sekin qo'yib chiqamiz uni. Bu juda foydali life hack. Albatta sinab ko'ringlar bolalar sizlar ham. Hozir nima qilmoqchi bo'lganim ko'pchilik bildi. Bilmaganlar bo'lsa komment. Hozir ko'rasizlar, bilmaganlar bo'lsa. Okey, hammasiga o'pish yetish kerak. Va okey, bo'ldi. Ha, bo'lmasa bismillah deb bolalar. Meni tepaga chiqamiz, uni ham qilardik. Hop, gradus to'g'ri o'lchaganman menimcha.
Shunday qilib tursak, bismillah. Ketdi bolalar. Yo, bola unaqa bana ketadi o'ylamagandim. Okey. Sharmanda. Nima? Bu yerdan chiqdim. Vaqtlar o'lmayman bolalar. Agar buni bilganimda bolalar aniq vaqtlar o'lgan bo'lardim. Lekin qanday bu yerda o'xshamasligim mumkin? Shuncha narsa jol ketdi bolalar. Просто shuncha narsa jolka ketdi. Jolka. Okay. Who say no water in Africa? Endi bech qolish kerak bola, lekin qanday? Apa buvingni namchuk ey. Namuncha. O'zi ham bora точно yuribman joyini. Hop, bola dubl 2 barya qilib o'tdan iloy. Bolalar, давайте bir ikkita TNT olib tashlaymiz. Yo'qot buni вообще. Yo'qot. Tamam, ikkalasi turib bo'lmayapti, normal. Hop. Mana dubl 2. Nima endi aniq kuchi sal kam bo'ldi va ya dream bolalar, ya dream. Yuhu bolalar, ya dream.